Yigirma bir yoshimdan loyixona yopishtirganib, masalan, mana shu tandirlarga non yopganman-da. Bizlar masalan hozir kechqurun chiqargan nonlarimizni, masalan kunduzgina masalan dastlabchigimiz bor. O'z manzillar, do'konlarga, manzillarga yetkazib berishadi-da. Masalan kunduzgina agar ishlaydigan bo'lsak, bizlar dastavkamiz ulgura olmaymiz-da. Bitta tandirda masalan non chiqarib bera olmay qolamiz. O'shaning uchun kechqurun zapatka qilamiz nonlarni. Bir kechada 12 qop, 15 qopgacha yopaman-da. Masalan, qurbimiz yetgan, masalan, 15 qop, 16 qopgacha masalan bemalol yopamiz. Bir kechada 1,5 mingtadan ko'proq non yopaman. Bir kunga kelayotgan bo'lsak, xaltasi 50 mingni olaman. 10 xalta bo'layotgan bo'lsa, masalan, 500 ming so'm bo'ladi. Undan ko'proq, xullas. Kechada 50 500 ming so'm topasiz. Shunday, 500 ming so'm. 15 million so'm degani. Xuddi shunday, ha.